Bugungi video qo'llanmamiz virtualniy kassa haqida bo'ladi. Z otchetlarni qanaqa qilib olish, kassa uchun smellarni qanaqa qilib ochish va QR kodli chek chiqarishdagi instruksiyalarni hammasini batafsil ko'rsatib beramiz. Virtualniy kassa o'rnatilgandan keyin F-kassa yarlikida farq qiladi. Hozir ko'rib turganimizdek, F-kassa yarligi turibdi. Agar bu kassaga kiradigan bo'lsangiz, login parollarni terib kirganingizdan keyin sizga ошибка beradi. Sizda virtualniy kassa o'rnatilgan degan ошибка beradi. Shuning uchun yarlikda agar shunaqa yarlik bo'lmasa, F-kassaga mishkani knopkasini o'ng tomonini bosamiz, расположение fayl qilamiz va bu yerda F-kassa FM, ya'ni virtualniy kassa uchun mo'ljallangan yarlik bor. Ushbu yarlikni рабочий stolga chiqarib qo'yamiz. Hop, отправить рабочий stol. Virtualniy kassa o'rnatilgandan keyin F-kassa FM приложениesiga kirib turib ishlash kerak. Eski F-kassa приложениesini shunchaki o'chirib tashlaymiz. F-kassa FM приложениesiga kirganda soat, printer, skaner, internetga ulanganligi va fiskalniy modulda ishlayotganligi haqida proverkaga yetadi. Undan keyin login parolni terib bemalol kirishimiz mumkin bo'ladi. F-kassa FM ochilgandan keyin xuddi odatiy kassani qanaqa qilib ishlatsak, xuddi shu tartibda bemalol ishlatib turishimiz mumkin. Farqi oldin smen ochganimizda faqat programma uchun ochganmiz. Soatni o'ng tomonda, ekranni o'ng tomonda ko'rishimiz mumkin. 2 soat va 5 minutdan beri ishlayapti. Ya'ni odatdagidek programma uchun smenni ochib ishlaymiz. Endi faqat farqi tepada yuqorida joylashgan KKM degan knopkasiga bosamiz. Virtualniy kassa degan qismi paydo bo'ladi. Ushbu virtualniy kassa qismidan ertalab kelganingizda открыть sмену knopkasini bosib, virtualniy kassa uchun smeni ochishimizga to'g'ri keladi. Yes knopkasini bosishimiz bilan smeni ochiladi. Odatdagidek tartibda smeni ochilgandan keyin programma uchun va virtualniy kassa uchun smen ochilgandan keyin bemalol ishlash mumkin bo'ladi. Dori mahsulotlari yoki boshqa mahsulotlarni odatiy ravishda sotaveramiz. Skanerga mahsulotning shtrix kodini uramiz agarda markirovkali mahsulot bo'lmasa. Markirovkali mahsulot bo'ladigan bo'lsa, uni markirovkasi orqali sotishimiz to'g'ri keladi. Hozirgi mahsulotni agar naqd ko'rinishda sotmoqchi bo'lsak, odatiy ravishda nalichniga bosamiz. Mijozimizdan pulni qabul qilib olganimizdan so'ng, ushbu to'lov belgisi yoki enter knopkasini bosganimizdan so'ng bizga chek chiqadi. Ushbu ko'rinishdagi chek chiqadi. Bu joyda dori mahsuloti nomi, nechtaligi, undagi indekslarni hisoblashi va umumiy jami miqdori. Agarda to'lov naqd ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, naqd qatoriga yoziladi. Agar to'lov karta orqali bo'ladigan bo'lsa, bank kartasi qatorida joylashgan bo'ladi. QR kodli chekni beradi va tagida sotilgan mahsulot qaytarib olinmaydi belgisi ham albatta bo'ladi. Agar biz sotayotgan mahsulot dori mahsuloti bo'ladigan bo'lsa, shtrix kodini o'rniga markirovka kodini uramiz. Lekin ba'zi bir mahsulotlarda ikkita turdagi QR kod bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek, bu yerda ham QR kodi bor, bu yerda ham QR kodi bor. Biri markirovka hisoblanadi, ikkinchisi ma'lum bir saytga instruksiyaga olib kiruvchi silka bo'lishi mumkin yoki boshqa maqsadda foydalanadigan QR kod bo'lishi mumkin. Markirovka yoki markirovka emasligini tekshirib olish uchun ekranda bitta fayl ocha olamiz va markirovka yoki markirovka emasligini bemalol tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ekranda mishkan knopkasini o'ng tarafini bosamiz, sozdat qilamiz, tekstoviy dokumentni ochamiz. Tekstoviy dokumentga kirganimizdan keyin mana shu QR kodni markirovka yoki markirovka emasligini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun ushbu QR kodni skanerga uramiz. Ekranda ko'rib turibmizki, bu markirovka kodi hisoblanmaydi. Ushbu turdagi QR kodni markirovka yoki markirovka emasligini endi ikkinchisida bilib olamiz. Skanerga markirovkani urganimizda xuddi shunaqa 31 xonadan ko'p son chiqadi va orada UZF yozig'i bo'ladi. Ya'niki O'zbekistondagi registratsiyadan o'tgan. Agar Qozog'iston, Rossiya bo'ladigan bo'lsa, o'rtada rus yoki KZ degan belgilari bo'ladi. Va markirovkani eng oxirgi qismida barobar belgisi bo'ladi. Ushbu haqiqiy markirovka hisoblanadi. Endi ko'rishimiz mumkinki, birinchi holatdagi QR kodni skanerga uramiz. Aspirin S bitta pochka tushiramiz. Ko'rib turibmizki, markirovkada 0 bo'ldi. Biz o'ylaymizki, markirovkani urdik. Yo'q, biz birinchi variantdagi QR kodni urdik. Ushbu kod markirovka bo'lmaganligi uchun kassada ham
0 turibdi. Agarda biz haqiqiy markirovkani uradigan bo'lsak, endi haqiqiy markirovkani uramiz. Mana bu joyda 31 paydo bo'ladi. Ya'ni bu dori mahsulotini markirovkasi orqali sotyapmiz. Endi bu dori mahsulotini UzCard to'lov orqali chiqaramiz. UzCard to'lovini tanlaymiz. Ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan muhim tomoni, mijozdan pulini olib bo'lganimizdan keyingina chekka chiqarishimiz kerak. Ya'niki mijozlar doimo chalg'itishi mumkin. Naqd pul beraman deb turib, oxirida yo'q, menda karta yoki kartani berib turib, kartada недостача средств, ya'ni pul yetmaydi degan mazmundagi xabar chiqishi mumkin. Shuning uchun mijozdan to'liq qaysi turda to'langan bo'lganidan qat'iy nazar, naqdmi, kartami, o'sha to'lovni olamiz. Undan keyingina virtualniy kassadan chek chiqarishimiz mumkin. Sababi mijoz naqd beraman deganda siz naqdga ushbu to'lovni chiqarib oldingiz, keyin mijoz plastik karta uzatganidan keyin ushbu to'lov tizimini, ya'ni naqdni kartaga, kartani naqdga o'zgartirish imkoni yo'q. Shuning uchun avval to'lovni olamiz, keyingina chek chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir mijozdan UzCard orqali to'lovlarni oldik. Mana bu to'lov oldi knopkasini yoki Enter knopkasini bosamiz. Ushbu ko'rinishdagi chek chiqadi. Bunda e'tibor berishimiz mumkinki, MK, ya'ni markirovka qatorida sonlar paydo bo'lgan. Demak, biz dori mahsulotini markirovka orqali sotdik. Bundan oldingi chek bilan solishtirsak, u chekda markirovka urilmagan edi va pul to'lovi bank karta orqali chiqqan. Mana ko'rib turibmizki, bank karta to'g'risida to'lov turibdi. QR kodli chek chiqdi. Savdo qilayotgan paytimiz markirovkasi bor bo'ladigan bo'lsa, shtrix kodini markirovka bilan sotishimiz kerak. Agar bu dori mahsuloti bo'lsa va markirovkali mahsulotlar turiga kiradigan bo'lsa, ushbu dorini yoki qaysidir mahsulotda bo'ladigan bo'lsa, markirovka kodi orqali savdo qilishimizga to'g'ri keladi. Ba'zi bir mahsulotlarda umuman markirovka bo'lmaydi. Ya'ni badlarda, soskalarda, shpritslarda, jugutlarda, ya'ni dori bo'lmagan mahsulotlarda hozircha markirovka yo'q va ularga markirovkani urib sotish degan talab ham yo'q. Shuning uchun ularni odatiy rejimda shtrix kodi bo'lsa, shtrix kodi yordamida yokida yozib sotishimiz bemalol mumkin. Virtualniy kassada, ya'ni KKM qismida nimalarni bilib olishimiz mumkin? KKM virtualniy kassaga bosganimizda, boya aytib o'tganimizdek, har bitta virtualniy kassa uchun alohida открыть smen qilinadi. X-отчет bosgan paytimizda X-отчет qog'ozida kartadan nech pul olingan, naqd to'lovda nech pul olingan, index nech pul hisoblangan to'g'risida ma'lumot bo'ladi. X-отчетini kun davomida xohlagan paytingiz olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda printer qog'oz yetmasdan turib X-отчет pechat qilganingizda, X-отчет pechat bo'lib chiqmay qolsa, bir kun oldingi nomerni bilib olamiz, nomerni ko'rib olamiz. Ya'ni 135-190 o'sha nomer bo'ladi. Ya'ni bugungi nomer bo'ladi. Sizga kechagi Z-отчет kerak bo'ladigan bo'lsa, 134 raqamini X-отчет по номеruga yozsangiz, kechagi Z-отчет bo'yicha informatsiya chiqarib beradi. Ya'ni Z-отчет chiqmaydi, X-отчет chiqadi, lekin Z-отчет ham X-отчетda ham bir xil summalar bo'ladi va sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar o'sha yerda joylashgan bo'ladi. Virtualniy kassa bo'lmada X-отчет по номеру degan joyiga, masalan, bugun 135 Z-отчет hisoblayotgan bo'lsa, siz 134 deb yozasiz va yashil qismini bossak, siz hisob kitob bo'yicha 134-navbatda turgan X-отчетni kopiyasini pechat qilmoqchimisiz deydi. Yes bosilgandan keyin ushbu chekda kechagi kundagi kun bo'yi qilingan savdolarni hammasini kopiyasini olishimiz mumkin. Ya'ni kun bo'yi qilingan savdoni Z-отчетini kopiya qilib beradi. X-отчет ko'rinishida chiqadi, lekin summalari hammasi mos keladi. KKM virtualniy kassa bo'limiga kirganimizda состояние Z-отчет bor. Состояние Z-отчет hozircha sizda Z-отчет olinmaganini ko'rsatib turadi. Xo'p, undan keyin количество Z-отчет degan joyi bor. Количество Z-отчетga bosadigan bo'lsak, ushbu fiskalniy modul umumiy hisobda 800 ta Z-отчетga mo'ljallangan. Hozirda 135 ta Z-отчет ishlatildi. Ya'ni 800 ta Z-отчет olingandan keyin ushbu fiskal modulni alishtirishga to'g'ri keladi. Dorixonangizda nechta kompyuter bo'ladigan bo'lsa, har biriga bittadan fiskal modul o'rnatiladi va har biriga alohida открыть smeni qilib turib, smen ochilishiga to'g'ri kelinadi. Kechqurun bo'lganda, Z-отчет yopish vaqti kelganda har biridan alohida Z-отчет yopishga to'g'ri keladi.
Sababi endilikda har bitta kompyuter siz uchun alohida kassa apparat vazifasini bajaradi. Kun yopilgandan so'ng programma uchun mo'ljallangan smena yopiladi, yes deb turib. Smen yopilgandan so'ng KKM virtualniy kassaga kirib turib, Z-отчет degan bo'limi tanlanadi. Ya'niki bugungi savdo hammasi tugadi. Endi kunni yopish kerak. Z-отчетni bosasiz. Вы точно хотите закрыть KKM deydi. Yes knopkasini bosganingizdan so'ng sizga qog'oz ko'rinishida Z-отчет hisoboti chiqadi va programmadan chiqib ishni to'xtatishingiz mumkin. Biror bir mahsulotni chekini, soliqdagi ko'rinishini ko'rmoqchi bo'lgan bo'lsak, chekga kiramiz, chekga kiramiz. Ushbu chekni topib olamiz. 48 ming so'mlik chek. Mishkani knopkasini o'ng tomonini bosamiz. Показать fiskalniy chekka bosadigan bo'lsak, налогida chekka ko'rinishini ko'rsatadi. Bu joyda markirovka kodi urilgan, urilmaganligi va qaysi turda savdo qilinganligini bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Virtualniy kassa haqidagi video qo'llanmamiz shundan iborat edi. Sizlar bilan Izzatilla Maqsudov bo'ldi. Form Group kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan dasturlar yordamida o'z biznesingizni rivojlantiring.